ibn Abbos radhiyallohu anhudan rivoyati bo'ladi. Imom Termiziy rivoyati. Payg'ambarimiz alayhissalom aytadilar: ikki ko'z egasini do'zax otashi kuydirmaydi. Biri Allohdan qo'rqib yig'lagan ko'z, ikkinchisi esa Alloh yo'lida poyloqchilik qilib uxlamagan ko'z deb, ya'ni vatan sarhadlarida yurt, xalq himoyasi uchun uxlamagan ko'zni do'zaxning otashi kuydirmaydi deb Rasululloh marhamat qildilar. Payg'ambarimiz alayhissalom boshqa bir hadisda aytadilarki, Alloh taolo roziligi yo'lida bir kun chegara hududida posbonlik qilish, bir oy kechalari ibodat qilib kunduzlari nafl ro'za tutishdan afzaldir deb Rasululloh marhamat qildilar. Shuning uchun azizlar, yurtparvar, vatanparvar, xalqparvar yigit bo'lish kerak. Mayli qaysi sohada bo'lsin.